konferensiyamiz mana pedagogik psixologiyani zamonaviy ta'limdagi bir o'rni, mana shu milliy mentalitetimizdagi o'rni, uning zamonaviy miqyosdagi olib borilayotgan ishlar, mana shu yangiliklar va hokazolar bo'yicha 10dan oshiq davlatlardan 60 ga yaqin professor, o'qituvchilar, ustozlar kelgan. Bu tajriba almashish maqsadida pedagogika, psixologiya sohasida olib borilayotgan islohotlar, yangiliklar va hokazolar bo'yicha tajriba almashish bo'lyapti. Mana bugungi o'tkazilayotgan xalqaro konferensiyamiz ham albatta mana shu masalaga qaratilgan, tajriba orttirish, ularning yangiliklari, ularni hayotda qo'llaydigan yangi tajribalari asosida mana shu Samarqand davlat universitetida ham mana shu narsalarni amalga oshirish, mana shu yangiliklardan foydalanish, ta'limga olib kirish masalalari ko'rib chiqilyapti. Albatta bu bizga juda katta natijalar beradi. Buning natijasida biz ta'limda bir yangi g'oyalar, yangi fikrlarni olib talabalarga yetkazishimizga bir alohida bir motivatsiya bo'ladi degan umiddaman.